Metroni ko'rdingizmi? Mana shu metroni yonginasida men siz uchun zo'r kvartira topib qo'ydim. Seven Residentdan bunaqa joydan hozir $2000 dan har bir kvadratini so'rashyapti, lekin men siz uchun birinchi etaj, podval, xohlang birinchi etajni oling, xohlang podvalni oling. Birinchi etaji 100 so'rashyapti. Bemalol baraka qilishingiz mumkin. Pod ключ yashaysiz. Bemalol, xotirjam. Xohlasangiz podvalni ham qo'shib olishingiz mumkin. Lekin qiziqqanlar alohida podvalni oling, xohlang birinchi etajni oling. Territoriya, qarang, eng zo'ri farzandingiz yosh bo'lsa, xususiy bog'cha yonginizda va akademik litsey ham yonginizda. Qo'riqlash sistemasi ham bor, alohida joylangan. Bundan tashqari farzandlaringiz dam olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, alohida zonasi bor. Bu sizni kalitingizni ochib, bemalol farzandlaringizni qo'yib olishingiz mumkin. Qo'riqlash zonasi juda ham kuchli, boshqa domlarga o'xshab xavotirda o'tirmaysiz. Keling, gazini bosing, oling. Qani ketding o'zi ichkalarini sizni hisobga qilamiz. Hatto kodlargacha. Kodini kelganingizdan keyin sizga aytaman, xolos. Mana kiramiz. Ichkariga bismillah. Hatto mana hol ham juda ham katta. Farzandlaringizni bizakatlarini bemalol joylab qo'ysangiz bo'ladi. Birinchi etajdagi xonadonimizga kiramiz. Keyingina 1 2 3 4 ta bitta podyezdda 4 ta xonadon istiqomat qiladi. Eng katta kvadrat mana shu xonadonimiz bo'ladi. Bismillah. Ichkariga qani kirdik bo'lmasam, bismillah deb kirganimizda mana shu kattagina hol. Mehmonlarni bemalol uyalmasdan kutib olasiz. Kattagina televizor, mana shu joyga o'tirib, damni olib, farzandlaringiz uchun ikkita farzandi borlar. Mana tayyor divanlarni olib keltirib qo'yganman. Ko'rpa to'shalarni olib kelib, bemalol yashiriladi. Mana oynalari bilan, skvajnak, shkaflari tayyor. Hatto oynalari ham bor, qarang. Yesiz aka? Iya, aka, ketdik. Har bitta xonada oynalar qo'yilgan, oynalari bor. Va sanuzel farzandlaringiz uchun, mehmonlar uchun mana bitta kirboshina hamma narsa qoladi ekan, hamma yo'q qoladi. Hech narsa olib chiqib ketilmaydi. Mana bu yoqda esa родительский spalni. Buni u uylanganlar juda ham yaxshi biladi. Sizga zo'r joy ko'rsataymi? Qarang. Farzandlaringiz agar o'ynamoqchi bo'lsa, mana shu oynadan qarab, tomosha qilib, kontrolda nazorat kuchaytirishingiz mumkin. Ertaga fontanlar ochilsa, basseynda cho'michlari ham bo'ladi. Va yo'llarimiz yaxshi ko'rgan, eng zo'r joy. O, sanuzelni ko'rsating, sanuzelda. Sanuzellarimiz tayyor. Hamma narsasi bor, ichkaridan ko'rsatsangiz sanuzelda. Va yana bitta xonamiz qoldi. Ikkinchi xonamiz mana. Bemalol kirasiz, lekin bu xonada sanuzel yo'q. Oynalari tayyor, televizorlari va ko'rpa to'shagini olib bemalol yashasangiz bo'ladi. Siz bilan endi xudo xohlasa podvalga tushamiz, podvalda emas. Polni obzor qilib beraman. Kuxnya. Kuxnyamiz tayyor mebellar bilan jihozlangan. Mashalloh, qarang. Qarang, menga eng yoqqani mana shu yoq qarang. Bu nima ekan? Sam xolodilnik ekan, mebellar orasiga tiqib yuborgan bor. Men просто для красоты desam yo'q. Mana bu yoqda mana gaz plita, hamma narsa tayyor. Komfort, mana shkaflar bu. Mana bu yoqda esa sho'tchi hamma narsani bitta joylab qo'yganlar. Bu yoqda esa mana oyna ham bor. Ko'rdingizmi? Bir xilga domlarda, kvartirada oyna bo'lmaydi. Gulxo'y bo'ladi. Bu yerda har bitta xonada oynalargacha qo'yilgan. Endi siz bilan podvalga tushib, obzor qilib beramiz. Bosing. Bunaqa variant kamdan kam bo'ladi. Qani besiga ketdik, men sizga bog'ni ko'rsataman. Metroni ham ko'rsating, metroni ham qarang. Metro ham o'tib ketdi. Shundoq yonginamizda. Metro yoningizda bor. Bemalol farzandlaringiz bor joyga borib kelaveradi. Va bog'ga kiramiz. Bog'ga kirish uchun mana bu yoqda kodi bo'ladi. Kodini tersangiz kira olasiz, termasiz kira olmaysiz. Qani ketdik. Bismillah. Mashalloh, qarang. Voy bolalar ko'chaga chiqib ketdi, katta yo'lga chiqib ketdi, u ketdi deb xavotirga olmaysiz. Shuni tiqib qo'yasiz, ishingizni qilaverasiz. Ustuna qulab qo'ygandek. Bu yoqda bog'ni qarang mana. Bog' kattagina, maza qilib, salqin shaballarni qarang. Xuddi boshqa zonaga tushib qo'yganga o'xshaysiz. Joylashgan joyini aytdimmi, yo'qmi? Toshkent shahar Sergeli 3-bekatda oldida shunday metroning yonginasida joylashgan. Atrofingizda Kazinka deysizmi, Golden Life deysizmi, har balo bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Mana bolalar bemalol maza qilib dam olishyapti. Ko'rsatib qo'ying, qaysi nimaga Seven Resident. Ko'rdingizmi? Endi siz bilan podvalda obzor qilib beraman. To'liqroq ko'rishingiz mumkin. Qani ketdik podvalga. Qarang, podvalda siz xohlasangiz tayyor biznesga topshirsangiz ham bo'ladi. Bismillah. Kiramiz. Juda ham katta. Qarang, juda ham katta. 116 kvadrat mana shu joyimiz. Xohlasangiz o'zingiz uchun mana shu joyda birinchi etajni olsangiz, zimniy basseyn qilsangiz bo'ladi. Vasha zo'rda. Mana bu joyga basseyn qilib, mana bu joyga esa bilyard qo'yib olib, mana bu joyga esa barni qo'yib olsangiz, vasha dahshat. Mana bu yoqdan bemalol kirish xodi ham bor, mana. Mana bu yoqda sanuzel bor, mana sanuzel tualeti bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Tayyor hammasi, sharoitlari cho'tki. Motorchiklar qo'yilgan. Zo'r ideya. Siz uyda olavering, men sizga zo'r ideya qilib beraman. Xuddi men aytgandek basseynni qilib, bilyard qilib, barni qilsangiz, vasha dahshat bor. Mehmonlardan oldin qiynalib qoladi. Bo'lasiz, bosasiz, yashaysiz. Birinchi etaj bilan podvalni olsangiz, vasha sut ekan narxda olasiz. Chunki bunaqa $240,000 ga 3 xonali Seven Residentdan beryapti hozirgi vaqtda. Siz podval bilan birinchi etajga kirishingiz mumkin. Mana shu videoni Seven Residentdan kvartira qidirgan do'stingizga yuborib qo'ying, balki baraka qilishlari mumkin. Bizdan ko'rsatib davom etinglar.